Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görgüç qarindaşlar. Tuzutishga tegishli illatlar nomli programmamiz orqali sizlar bilan yana yuz ko'rishdik. Bugungi programmamizning aziz mehmoni Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi rais vakili ustoz Mahmudjon Damollam. Hurmatli Damollam, hoş keldilar. Allah razı olsun. Men riyasatchi Abdullahat O'jat. Hurmatli qarindoshlar, bugungi programmamizda meselelerge aldıraksallık bilen yakın çıkırış degan illet haqida to'xtalib o'tamiz. Endi qaraydigan bo'lsak, bu ko'pincha shaxslar bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, ya jamoatlar ichida bo'lsin, ba'zi o'tirdagi ixtiloflar yoki boshqalarga xato hukm qilish kelib chiqqan masalalar bo'lsin. Asasen şu meseleni yaxşı sürüştürmey, o işinin tiki tekten okumay durup, hüküm kılgan ya ki bir gap sözlerini kıpsağanlıqtın, müşündaq oturdu, fitne basat ya ki her xil meseleler kelip çıkıdı. Bu hazırki cemiyetimizde ictimai uçur alakalarda bolsun, normal münasibetlerde bolsun köp kürülediğin meselelerinin biri. Şunun için bugün muşu temada to'xtalishni muvaffaq gördük. Hürmetli Damollam, bu meselelerge aldıraksallık bilen hüküm çıkarışqa, yani İslam qanday qaraydi? Bunu mesela ulamalar qanday tushundirgan? Bu haqda qisqacha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayatımızda insanlar en köp uçuraydıgan, bu sebepten nurgun münasebetler bozulduğan, ballah yetim buluduğan, dostlar ayrıldıgan, şirketler bozulduğan, yaman illetlerinin biri qaysi ediyse, insandaki yüzünü başkuranmaslık, temkinlikinin yokluğu, yani aldıraksallık. Aldıraksallık insanın tabiatine esildi bağım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala insanını süpetlep ve hulikal insanu acula dep ve laqad halaqna acula degan muşu süpet bilen alahida süpetligen, yani bu insanın muşuna aldıraydıgan tabiatte yarattık dep. İnsanın tabiatine aldıraş boğaçqa bunu başkuruş, yüzünü başkuruş için Allah Subhanahu ve Teala vahiy arqılıq insanga temkinlikni ügetken, tekşürüşni ügetken. Şu ayetlerin biri Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sen üzerine bilmegen meseleler hakkında qalayımgan gep qılma, qalayımgan toxtalma. Seninki meyli kulkun bolsun, kalbin bolsun, küzün bolsun, hemmisi şu üzerine bilmegen meselelerini anlap, onu deyiş ya ki şu arqılıq ma'lum hatalıqını sadır qilgan bolsan, hemmisi mes'ul, yani kıyamet günü soruludu degeni, yani insan üzün çoğu, üzerine sadır qilgan hatalıqlardan üzerine bilmey turup sorulursan degen. Yani bir ayette Allah Subhanahu ve Teala bu şu anlayan gepke işenmeslik hakkında ya eyyühellezine amenu in ja'akum fasiqun bineba'in fetebeyyenu, yani her qandaq vakitte işencisiz bir adam gep düşüp gelse, sizler bu gepki çoğu işenmenler, onu çoğum tekşürünler, rasmi yalgan mı, hakikatini bilonlar degen. Ve yani netçe ayette ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillahi fetebeyyenu, yani her qandaq cihatta olsun, uruş meydanlarda olsun, çoğum sizler çoğu dese, işini tekşürüp, hakikatini bilip, onun keyin hakikatini bilgenden keyin şunun qarta çoğu iş yürgüzünler degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ağlığanlam sözünü dep jürüşünün ne kadar hatırlık ekenligi, bunun ne kadar ziyallık ekenligini süpetlep, kefa bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Yani bir insanın ki ağlığan gepinin hemen dep jürüşünün yüzü bu yalgancılıktan çoğu yeterlik. Yani bunun zor yalgancılık yok degen. Demek dinimiz insanın ki her qandaq işlerini meyli söz olsun, ya ki anlayan sözgi qarta qılmaqçı bolgan işleri olsun, temkinlik bilen işinin hakikatini bölüp tekşürüp qilishni,
tekshirmay qilgan vaqtda nurg'un mayli oila, mayli jamiyat, mayli shaxslar o'ttirisida nurg'un xafaliq, ziddiyatga sababchi bo'lganligini bayon qilgan. Shuning uchun olimlarimiz bu haqda ya'ni aldirang'uliq degan nima desa, aldirang'uliq musulmonlik munosabatlik bo'lgan har qanday ishda anglagan gapga qarta yoki o'zi bir ishni qilmoqchi masalan, ya'ni ziyon keltiradigan har qanday ishni tekshirmay turib, haqiqatni uqmay turib ish qilishning o'zini aldiraqsanlik degan. Bu aldiraqsanlikningki alohida namuna sifatida Alloh subhanahu va taolo Nur surasida bu Oysha onamizningki tuhmat qilinganlik voqeasini bizga alohida bayon qilgan. Oysha onamiz odatda jahiliyatda tuhmat qilinmagan bir tuhmat bilan, ya'ni zina bilan tuhmat qilingan. Mushuni sifatlab Alloh subhanahu va taolo nima degan desa, "İz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm." Ya'ni aslida inson degan anglagan gapni quloq bilan anglaydi. Quloq bilan anglab, undan keyin buni aqli bilan tushunib, tafakkur qilib, undan keyin deydi. Lekin ma oyatda shu desa, shu chaqdagi bir qism kishilarningki, xususan munofiqlar va shularning gapiga ishinib qolganlarningki, bu gapni darhol tili bilan anglagan deklam. Ya'ni quruq gapni anglab, darhollam uning haqiqatini uqmay turiblam, til bilan qabul qilib, til bilan deb, uning o'ylanmay turiblam deganligi. Sizlar og'zinglar bilan deysizlar, tilinglar bilan tashlangan gapni qabul qilasizlar, o'zingni bilmaydigan narsani deb shu chaqdagi musulmonlarni desa, alohida buning naqadar xatarlik ish ekanligini, mush voqelikni bayon qilish orqali, Oysha onamizni poklash orqali musulmonlarga uqtirgan. Xo'sh, tamam, Alloh razı olsun. İkinci savolga kelsak, masalan, bu mushundaq qanday bir ishqa, masalalarga adroqsaralik bilan hukm chiqarishga olib boradigan sabablar nima? Ya'ni qandaq omillar ostida inson mushundaq bo'lib qoladi? Tabiiy holdamda har qanday inson o'zi o'sib yetilgan muhitga alohida munosabatlik insonning cho'ng bo'lishi. Birinchi o'ylab har qanday bir bola kichik vaqtini tatib, ajna aldiraqsan, aldiraydigan, aldirang'u, tamkinlik yo'qmi, shuna ota-onaning oldida cho'ng bo'lgan bo'lsa, ota-onalar bir gapni anglablam haq bilan jiral qilishadigan yoki o'zaro bir-birisi bilan jiral qilishadigan. Ashundaq ota-onaning oldida cho'ng bo'lgan kichik bola tabiiy holda bu axloqni o'ziga singdirib cho'ng bo'ladi. Qandaq ota-ona tamkin bo'lsa, biz bilan jiral qilmasa, bir ish o'qqasi, uni bir surishti qilsa, bunda oilada cho'ng bo'lgan bo'lsa, tabiiy holda ota-onasidan kichigidan bu axloq, bu mijozni o'rganadi. Agar undaq bo'lmay, ota-onasi o'zaro bir gapni qilishib bilan asallam urushib qoldi ekan, yoki boshqalar bir gapni ko'tarib kelsa, shuni o'ylay, voy palonman an debdi, man debdi deb boshqalar bilan jidal qildi ekan masalan. Qayda tekshirmay bir gapni ishini yoki gaplarni qildigan bo'lsa, bunda oilada cho'ng bo'lgan bola tabiiy holda bu mijozni singdirdi. Ikkinchisi, bu tabiiy holda eng ta'sir qildigan. Chunki ota-ona ko'pincha holatda, balla ko'pincha holatda ota-onaning qiliqidan o'rganadi. So'zdan bakrak. Nurg'un yaxshi gapni qilishi mumkin ota-ona, lekin yaxshi gapni qilib turib, o'zi buning aksida o'zini kontrol qila olmaydigan bo'lib qolsa, tabiiy holda bu mijozni singdirdi. Ikkinchisi, jamiyatda aralashadigan og'aynilar ashunda aldirang'u bo'lsa, biz bilan jiral qildigan, yo'q ishlarni deb xapalashadigan, gap tushuydigan masalan, bunda yomon axloqli kishilar bilan aralashib qolsa, tabiiy holda bu mijozimiz singdi. As-suhba mu'assira. Kim bilan aralashsa, chuqum buningki mijozi biz sonudi. Uchinchisi, bu aldiraqsanlikning oqibatining ne kadar yomon ekanligini o'ylayolmay qilishi mumkin. Aldiraqsanlik qilib, bolalarning yetim bo'lishini o'ylamasligi mumkin, urushqa vaqtda xotini bilan yoki ayoli eri bilan. Aldiraqsanlikningki sheriklarning bisining o'tirdiki sherikchilik tijoratlarni yoki shirkatlarni buzdirganligini o'ylamay jidal qilishi mumkin. Ya'ni ishning oqibatini, dunyo va oxiratlik buning ziyonlarini o'ylamagan vaqtda cho'q desa, mushundaq har xil yomon oqibatlar, yomon ziyonlar kelib chiqadi. Ondan keyin eng muhim sabablarning biri bu umida aldiraqsan bo'lib qolishda desa, masalalarni qanday tekshirishni bilmasligi mumkin endi. Nurg'un odamlar bir gapni oldi, ya bir palonmanda ish qilibdi dedi,
chiqibdi desa, buni bir tekshirib, bu rasmiy yolg'onmi, buning haqiqat nakagicha deb buning yo'llarini bilmaymi, bu shundoq aldirab ma'lum ishlarni qilib qilishi, oqibatini o'ylamasligi mumkin. Birinchi o'ylab biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan har qanday bir masalada talash-tartish qilsak, xususan mayli diniy masalalar bo'lsin yoki sherikchiliklik munosabatlarda bo'lsin, mayli oilada bo'lsin, eng boshqa desa, bu qilayotgan, biz talashayotgan masala islom buni qanday qaraydi deb Qur'on sunnatga payg'ambarimizning yo'l ko'rsatmalariga qarshi qaytishimiz lozim. Chiqishning yo'li shu. Ya'ni xafalıqdan talashlardan chiqishning yo'li shu. Shunga Alloh Qur'oni Karimda "Wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum." Agar ular payg'ambar alayhissalomga bu talashlar bo'lgan ishni Rasululloh qaytgan bo'lsa yoki shularning ishidan chiqqan ahli ilmlarga ish egalari qaytgan bo'lsa, bular cho desa bu masalani hal qilishning yo'llarini albatta Alloh subhanahu va taolaning kitobidan cho qizib chiqalaydi. Buni hal qilalaydi, bunda xafalık bo'lmaydi deb har qanday talash tortishni cho desa, Qur'on sunnatga qaytirishni buyurdi. Bu tekshirishning bir yo'li. Ikkinchisi, har qanday vaqtda masalan yaxshi anglash lozim. Nurg'un vaqtda inson gapni yaxshi anglamay, diqqat qilmay, shun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi vaqtlarda gapni takrorlab qiladi. O'xshash gapni bir qatim, ikki qatim qiladi. Nima uchun desa, anglagan odam buni yaxshi anglab, obdan tushansin deganni maqsad qilib turibchi, naytni aldirmay ham takrorlab deydi. Anglagan odammi-cho desa, chuqum gapni anglasa, nayt quloq solib, tushunib anglash lozim. Tushunmagan vaqtda darhol so'rasi bo'ladi. Men bu gapni tushunmadim, buningdagi maqsad nima o deb so'rash bu ayb ish emas. Bizda gap qilgan vaqtda so'rashni bir xil ayb deb biladigan yoki so'rashning o'zini bu mushunishlik gapni bilmabdi ya tushunmabdi deb meni kishilar zang'iydi deb qaraydigan, shuning bilan gapni so'rmaydigan. So'rmagandan xato tushunib qolib, nurg'un arliqdi ziddiyatlar, xafalıqlar oxirisida kelib chiqadigan mushunda ishlar yomon chiqamdi. Mayli sodada bo'lsin, oiladagi munosabatda bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, bundaq ishlar chiq. Chuqum yaxshi anglash lozim. Uchinchisi, buni nurg'un hamda dalillarni bayon qilsak bo'ladi. Masalan, vaqt munosabati bilan bak chunqurlab kirib ketmaymiz. Masalan, mushu yaxshi anglash masalasida Ali radıyallahu anhu'nun Xaybarni fath qilgan kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men bayroqni beraman degan vaqtda Ali radıyallahu anhu ketib olib, nima maqsadda qachonchilik urush qilishini o'zi tushunmay, shuning bilan payg'ambar alayhisalomning yana shu oqis chiqarganimdi. Rasululloh mang degandan keyin keynimga qaytib mansab adabsizlik bo'ldi deb oqis kelib, "Ya Rasululloh, men nimaga urush qilaman? Ya'ni qachonchilik urush qilaman bu Xaybar yahudilari bilan?" degan vaqtda ular la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degich urush qilasan. Shunda desa ular bizning o'zining mol mulkini va qinni qo'g'dab qaradi deb yaxshi urushdagi maqsadni Xaybar yahudilari bilan bo'lgan tushuntirib qo'ygan. Shuning uchun bu nimani bildirdi desa, tushunmagan gapni so'rashning naqadar ahamiyatli ekanligini bildirdi. Yana bir yo'l nima desa, tabiiy holda bir narsaga hukm qilishdan burun onun ona aralışış lazım endi. Aralışıp bir shaxsga hukm qilmoqchi yoki ayol bizninki munosabat masalalarida masala chiqdi yoki sheriklar o'rtasida masala chiqdi. Cho'qim bir yaxshi aralashib, undan keyin andin ya anda ya manda deyish lazım. Ya'ni guvohlik berish masalalarida bo'lsin. Bunda demagan vaqt tekshirishning bir yo'li mushamda. Masalan, hozir unday ishlar yomonjiq. Masalan, bir odamni biz ömrümüzde körüp bakmadık. Bir nokta nima desa, yani işigisinin gapni anglash. Masalan, palani manda debdi deb müşahid ba adam. Masalan, bir adam haqqida biz ya tushunmaydigan yoki yomon ta'sir beradigan bir gapni angladik. O odamda o'zidan so'rasak bo'ladi masalan. Voy sizlar ma gapni qildimi yo qilmadimi deb. Lekin uni so'rmay turib, palani manda deyibdi ya, anda debdi, manda debdi deb shuni bilan ya qabulab qoldigan, jidal bo'ldigan shunday ishlar bor. Uni o'rniga desa, o odam bilan bugungi kunda aloqa qilish oson bo'lib ketdi. Ya telefon qilib, ya izdab berib masalan, telefon qilishni xohlamagan vaqtda, "Sizlar manda gapni qildimi, qilmadimi? Mani qartasilning maydonlari nima bo'ldi?" deb so'rasi bo'ldigan gapim. So'rash bu yo'lni tekshirishning bir yo'li hamda ishning rost yolg'onligini bilish uchun.
Meyli er-ayal münasebetleri bolsun, meyli dostlar arasında bolsun, meyli teşkilat. Yani cemiyette her kandak meselini sorsa bununki hakikat aşkarı buldu. Mesela bir adamga bir hüküm kılındı ya ki hanımında hata kılıp kıptı dep anladık. Çoğum o adam bilen mümkün kadar kürüşet, özünün ağzıdan meselini anlaş. Hakikaten o adam mı, şunda kıldığan adam mı, ya ki töhmet kılındı mı, onu bir iniqlağından keyin hüküm çıkarış. Elbette. O anlamay turup, yüzden anlamay turup, qat'iy hüküm çıkarış to'g'ri emas endi. Yüzden anlash Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ni Yemenga avatgan vaqtda alohida tavsiyalarining biri mush sot masalasida nima degan desa, sen ikki odam sening yoniga jidallashib keladi, talash tartish qilib keladi. Sen bir odamning gapini anglablam, uning u asosda hukm qilma. Balki ikkinchi tarafning gapini angla. Ya'ni ikkili tarafning gapini anglab, uningdan keyin andin anglagan gapga qarta yoki dalil guvohchilarningki isbot paketlari qarta hukm qilgan deb alohida tavsiya qilgan. Yani bir muhim shu aldirashga sabab bo'lgan yana bir ish nima desa, insonning qalbidagi ma'lum ishlarga bo'lgan nihoyatda intilish yoki haddidan ziyod muhabbat, masalan, ma'lum narsaga yoki haddidan ziyod muhabbat bo'lib ketsa insonni yaxshi ko'rish, yoki haddidan ziyod yomon ko'rish bo'lib qolsa, bu chog'da mucho desa, inson aldirab qolgan ish bo'lib qoladi endi. Buningki tipik misollarining biri alaqa Usama ibn Zayd radıyallahu anhu bir urushqa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Peygamberimiz evatkenimiz sahabeler bilen evatkendan keyin bular urushqa borgan, urushqa berib u yerda atigandilar uqtumay turib hujum qilib ularga o mushriklarga ularni mag'lub qilgan. Shu mag'lub qilgandan keyin Ansarilardan bir adam bilen ikkimiz deydi. Oldun şu biz hujum qilgan mushriklardan birining yoniga Baduk. Bunu biz öldürmekçimdi. Şunu olan bizni köreplam o. Bizning öldürdiğanlığımızı oylap derhal şu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Diyen ki Ansari toxtuval dedi Medine'likimdi. Ben neyzemle onu tıkıp öldürüp ettim. Oyladım ki bu kılıçtan korkap, hazır ölümden korkap dedi. Bunun kalbide çoğu asli iman yok. Fakat hazır kılıçtan korkap ölümden kurtuluş için muşundak dedi. Dep oyladım, şunu öyle öldürüp ettim. Öldürüp etkenden keyin Peygamberimizden yani qaytqandan keyin bu gap Resulullah'a yetipdi. Resulullah'a yetkenden keyin aqataltahu ba'da an qala la ilahe illallah. Sen o adamni la ilahe illallah degenden keyin öldürüp etdingmi dep bu gapni takrorlab dedi. Bir necha qatim bana dedi ki, hatta men pushman qilib o'ltirib sog'inligimga vay isat men bir hozirgacha musulmon bo'lmasam-chu, musulmon bo'lmay bundan keyin musulmon bo'lsam-chu deb ketdim. Deb alohida o'zining ne kadar pushman qilganligini bayon qilgan. Bu yerda bu Usama ibn Zaydning bir yomon niyati yo'qdi. Lekin islomga bo'lgan muhabbat, jihadga bo'lgan muhabbat, shuni bilan birga kofirga bo'lgan, mushrikga bo'lgan yomon ko'rish. Shu sababdan o'ltirib etdimdi. Lekin alohida mushaqt shu oyat tushib Muşunda öldürülgen kişiler hakkında Müslümanların aldırıp qağallah hakkında ayet düşüp ya eyyuhellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenu. Müminler silah Allah yolunda uruş qıyğan vaqtınızda, cihad çıqqan vaqtınızda resmi üzerinde uruşuvatkan düşmanının hakikatini bilip onu tekşürüp andın uruşanlar. Kılıç usanlı şu vaqt urunlar dep alahidi şu muşlar hakkında ayet düşken. Demek uruş meydanlarıdı mı? Müslümanlar çoğu alahide tekşürüşke düşmanları bilen uruş kılışta bularınki qanda adamligini rast düşman mı aldığı çıkkını ya ki o düşman emas mı onu uqup ondan keyin uruş kılış şu buyurulgan. Aldırdım dep lan mesela İslamga bo'lgan muhabbat bilen öldürüp etken bolsa mı? Lekin bu hatalık dep tasvirlendi. Bular çoğu alahide pushman qildi. Rahmat oğlum. Ben şeyde yani qo'shimcha bir savol so'ragim keldi. Hazır günümüzde qaraydigan bo'lsak, xususan sosyal medyada, ijtimoiy uçur vositalarida mesela bizmi tunimaymiz. Bir adam chiqib yoki mavhum ismlar bilan biri chiqib shaxsdan birini tuhmat qilib, bu undachi, mundachi yoki josuschi yosh qilib
milletga bunday ziyon solgan yo bu deb tuhmatni qildi hamda. O gapni qilgan odamni tunimaydi o'sha qadam. Masalan, qilingan odamni o'rtirdi u shundoq degandekmi emasmi uqmaydi hamda. Shuni bilmay turib shuni taqitishninki, yurak bilishning voy zodi shundami deb ketib nurg'un fitnalarga olib borgan ahvollar bor. Shundoq qilishninki masalan tabiiy holda bu yerda biz farqlantirishimiz lozim. Al-mujahara bil ma'asi deb qo'ydi. Bu ikki masalan shuni qilgan odamning hukmi nima bo'ldi? O taqat quşlarınkiga masalan İslam bulağı qanday qaraydi? Bir adam masalan bir adam arg'ish bilan yo qima bilan yo boshqa bir gunoh ma'siyat bilan yoki aniq munofiqlik bilan tunildi masalan. Tunilgan bir adam bor. Sen minan nas masalan. Ya'ni mayli sin olsun, nim bo'lsin, bir adam bor endi. Bu adamga umumiy ko'p sonliq musulmonlar ya bunu munofiq deydi masalan. Buning nurg'un alomatlari, dalillari bor. Ya ki bunu oğur deydi o, ya koymuçu deydi o, ya zınak o bu deydemde. Bunda tunulgan, bunda adam hakkında aşında mehbi isim bilen mesela, meyli o mehbi isim bilen kirişte, ya ki bir nas yazışta, karşı taraftan bir yamanlık girişten ensirgen buluş ihtimallığı var mesela. Ya kanda bir sebepten mesela aşında eskilik gülen tunulgan bir adamınki g'ayvati yo'q deydi. Ya'ni uning gapini qilish g'ayvat emas deydi shariatda. Ya'ni bir adam eskilik bilan tunilgan bo'lsa, ma'lum bir gunoh bilan tunilgan bo'lsa, musulmonlar jamiyatida bir adam uning ashunda haqlar bilmagan masalan yoki haqlar bilgan bo'lsa, ma'lum tafsilotni bilmaydigan, manda ish qilgan bu sizlar bildigan manda eskiligi bor. Uni bilan qo'shib manda eskiligim bor buni deb yana bir narsani yozibdi masalan. Bunda yazgan bo'lsa bu shariat cheklangan g'ayvat qatoriga kirmaydi. Qachon ash adam, deyilgan adam tunilgan adam bo'lsa, shu eskilik bilan shu jinoyat bilan tunilgan adam bo'lsa, haqlar u adam yozsin, yozmasin, uni zar ashunda qaraydi ekan musulmonlar. Ashunda qaraydigan bo'lsa, u adam haqida bir adam jinoyat yozgan bo'lsa, bu cheklangan g'ayvat qatoriga kirmaydi. An ikkinchi ma'lum bir adam vardı. Biz o adamınki haqiqatini bilmaymiz. Tabiiy holda yaxshilik bilan tunilgan, musulmonlarga yaxshi xizmat qilish bilan tunilgan, manda adam bo'lsa, o adam haqida o'ch-bo'chi deb ashuna noma'lum ism bilan ya noma'lum nom bilan kirib gap qilsa, bu tuhmat aniq hamda. Uni qat'iy taqatmaslik lozim, paylashmaslik lozim, uning yurak vermaslik lozim, hech nima qilmaslik lozim. Xo'sh. Uni bo'lsa unda tili buzuq odamni chiqarib o'tish lozim do'stlikmi? Chunki uning nomi aniq emas endi. Ondan yana bir odam bor hamda, masalan, biz o odamning yaxshiligini uqmaymiz, yomonligini uqmaymiz. Yomonlik, yaxshiligini uqmaymiz, lekin bir musulmonligini uqamiz. O adamning bir namoz o'qiydigan masjidga ko'rdik, masalan, jamoat bilan. Namoz o'qiydigan bir musulmon ekanligini bilamiz. Bunda adam bo'lsa, bunda adamningki ashuna yomon gapni qilgan bo'lsa, bu ash g'ayvat qilgan bo'ladi. Bu xato ishni qilgan bo'ladi ash adam, cho'qim buni qo'llamaslik lozim endi. Qachoniki bir dalil turg'izilmoqchilik shu odam haqida uni qo'llashga, yurak berishga yo uni qilishga, buni qilishga bo'lmaydi. Allah razı olsun ustoz. Endi bu shundoq masalalarga adroqsonlik bilan hukm chiqarib o'tirdi. Fitna yoki g'avg'o qo'zg'aydigan kishilarning sifatlari qanday kishilar masalan? Bular qanday sifatlar tepiradi? Har qanday bir inson o'zininki shundoq aldiroqsonlik masalan, mush illat menda bormi yo'qmi deb o'zini bir tekshirmoqchi, o'ziga bir diagnoz qo'ymoqchi bo'lsa, bir necha sifatga qarash lozim. Menda mush bormi yo'qmi deb. Birinchisi, mayli shaxs bo'lsin, mayli tashkilot bo'lsin, mayli ma'lum bir jamoat bo'lsin, umumiy islom uchun xizmat qilayotgan, vatanning da'vosi uchun samimiy xizmat qilayotgan ko'p odamlarni yomon ko'radigan bo'lsa, ko'p odamlarni yoqtirmaydigan bo'lsa, ya'ni xalqlar ko'p sondagi kishilar
yaxshi deb yaxshi deb qarayotgan qarayotgan odamlardan ko'pini yaxshi ko'rmaydigan bo'lsa, ko'pini yaxshi ko'rmaydigan. Bu faqat shu yaman dushman kuchninki qalaymiqan tashviqotni quloq solib qolganlikdan, yo shuna gapni anglab qolganlikdan, ularninki ular bilan aralashmay turib, ularning axloqini, ularning ahvolini yaqindan kuzatmay turib, jiq odamni yaman ko'rsa bir odam qalbida o'chmanlik to'shab ketibdi masalan. Ayda odamni yo'q emasamda bugungi kunda. Hech kishim edimemasamda. hech kim yaratmaydi. Hech qaysi bir tashkilot samimiy da'vo qilmaydi. Hech qaysi bir mashhur shaxs masalan da'vodiki, bu samimiy emas, bu masalan o'zining yanjug'i uchun qiladi bu ishni, masalan, jon baqish uchun qiladi, uning uchun qiladi, buning uchun qiladi deb hamma odamni ko'p musulmonlar, ko'p odamlar, ma odamlar yaxshi qiladi yoki yaxshi odamlar deb guvohlik berib tursa, o'sha odamga yoqmaydi endi. Hech nimasi yoqmaydi. Hammadan qaqshaydi, hammadan tillaydi. Hammadan tillaydi, hammadan qaqshaydi, hammadan yomon ko'rdi. Bu shunda bir illat tarqanda odamda bo'lib qolsa shu, menda mushu shariat cheklagan yomon illat bor ekan deb bilib Xo'sh. Ikkinchisi har qanday vaqtda ko'rinishga yoki ma'lum bir chiroyli gapga ashning bilan markazlashtirib, palon degan manda deyapti juma. Şunun qarğan hammadan işini joyida qildigan shu ekan, masalan. Hammadan ishini notisini qildigan shu ekan, bu mandat emasmi? Deb ma'lum gap so'zga yoki nutq qobiliyati yoki usta masalan, hiyligar, u odamning haqiqat nima, ichki dunyosi nima, u nimish qilib yashaydi hayotida, qanday kunni o'tkazib, buning bilan hisoblashmay, ma'lum bir shaxsning masalan bir ancha-muncha gapiga yoki chiroyli shakliga qarablam baho berib, shuningga markazlashtirib, kishilar bilan ashuna muomala qildigan bo'lib qolsa, ortiq hissiyatchan, bu mucho shu aldiraqsallikninki bir alomati, inson o'zlik kasalning bir alomati. Uchinchisi, hech qanday vaqtda ma'lum bir ishni bir odam nurg'un to'g'ri ish qilayotgan odam bir xato ish qilib qoldi masalan, yo bir xato gap qilib qoldi. Mayli bu shaxs olsun, tashkilot olsun yoki ayol olsun, ayol munosabatda olsun, qat'iy o'zini qabul qilmaslik. Voy men bunda xato qilib qoptime bu ishni masalan. Deb o'zlari aytgan taqdirdimi o'zini qabul qilmaslik, hech qanday fikrga, hujjat paketga quloq solmaslik, zot bu nimish qilma ish menda bo'ladi. Debla mayli o'zininki xato bo'lgan bo'lsa-mu, o'zining fikrida ching turib olish bu mucho desa, mush aldiraqsallik kesligiga giribtor bo'lgan odamniki bir alomat. Uchinchisi, har qanday vaqtda bir gapni anglasam, shuning qarta darhol mayli fikr gap bilish orqali yoki yezish orqali raddiya berishim. Bir gapni anglasam, bu gap rost dedimi falan adam masalan. Degan bo'lsa yoki buni nima maqsadi degan do buni. Ma so'zni ishiltibdi, buni nima deb ishlatgan do deb buning haliqi bir tekshirib baqmasdan darhol uni uchun raddiya, mayli yezib raddiya bo'lsin, mayli ig'z orqali raddiya bo'lsin, ya'ni raddiya berishga aldiraydigan bo'lgan gap so'zlar qarta. Raddiya berishga aldiraydigan odam bo'lib qolsa, bu mush aldiraqsallik keslik giribtor bo'lgan odamning 3-chi alomati. 4-chi alomati har qanday vaqtda masalan, maaşını manda qisla desa bir adam darhol u qilmoqchi bo'lgan ishni qanday qiladi masalan, imkoniyati bormi yo'qmi? Mayli iqtisodiy tarafdan, mayli har qaysi tarafdan bo'lsin-da. Uni tekshirmasdan, uni o'qimasdan ishni to'g'ri qilsin, xato qilsin-cho, darhol bir ishni qilishga oldirab ketishning o'zimi, bu shu tamkinlik yo'q. Aldiraqsallik kesli bilan kesligi giribtor bo'lib qolgan odamni tepildigan bir illat. Xo'sh. Alloh razı olsun. Endi shundoq masalalarga aldiraqsallik bilan hukm qilishninki shaxsning o'ziga, masalan, oilaga yoki jamiyatga elib keladigan ziyonlari qaysi shundoq ahvollarda qanday ziyonlar kelib chiqadi? Tabiiy holda buningki eng birinchi bo'lib bunda aldiraqsallik bilan tashvimay turib hukm qilishning eng birinchi xatarlik zin nima desa, begunoh kishilarga tuhmat qilish. Ya'ni gunohsiz pak bir odamga
Meyli o töhmet günah malum bu arakkeş deysun, zanaxor deysun, ya ki uçu buçu deysun, ya koymuş deysun, ya ki can baktı deysun, ya kütemiş deysun. Yani nim deysen bir günah kişilerini töhmet kılış. Ayşe Hanımız töhmet kılındı. Mesela bu töhmetinin ki en asas sebebi nime o deyse şu boğan gepni, münafıkla taqatkan gepni tekşürmeslik hem. Bu işin hakikatini bilmesdilam. Peygamberimiz, ailesi, sahabeler şu çağda bir ayga yakın hem adamını bir aram kıldı bu töhmet. Hem adamın konu yarım oldu. Musulmanlar şunda gemkin bolup ketdi şu çağda. Bu şuna nim sebepçi oldu dediyse, aşında bir münafık çıkargan gepke, az sandiki Musulmanlar mı bunu işinip gelip, sani az bolsun mu bula. Lekin nurgun kalaymukançılık çıktı. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nimi dep süpetligen dese, muşundak meselelerde bundak yalganca bir günah adamını töhmet kılışınınki ne kadar hatarlik ikelligini bayan kılıp khiyaru ibadillah ellezine iza ru'u zukirallah. Allah'ın en yakşı bendilerinin katarının kim o dese, eğer o adamın haklamanda köse, Allah'ın esıltır o adamın şekli, çırayı. O adamın bir köse bir adam, Allah'ın esıltırgan. Bu acayip güzel yakşı adamlar. En Allah'ın yaman bendileri kayse, günahkar bendileri kayse dese, el-meşşâûne bin-nemîme. Suhancilik ölen, gep tuş ölen, mağdık Allah. Ve yuferrikûne beynel ahibbe. Bizni yaxşı gördüğün kişilerini çok ayrı turg Allah. Yani dostlarını ayrı turg Allah. Ayallarını bizden ayrı turg Allah. Yani bir yaman süpte pak yani bir günah kişilerge töhmet, eyip izleydik Allah. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok süpetligen. Demek en birinci yaman zini nime o deyse bir günah kişilerge töhmet kılış. Bu alaka nimimizde, hayatımızda naiti çıkandı bunda ahvallah. Şu hazır zikr kılan hadiste küpünç süpetle musadraksa adamıldı. 101'de mi? 101'de. Muşuladı 101'de. Yani hazır mesela ben hayran kalım mesela üzüç oturup palane desi vay cambakti. Palane pistani yerde mesela sen oğan bir teşkilatta ya min boğan kaysı bir nimede hizmet kıldırız. Cambak için kirgen üyege mesela. Yani her kandak bir insan üzdün soraş kerep evvel. Ben aşında bir yer hizmet kıysam cambak için kılam deme ya neymiş için kılama. Yani muşundak diyen adam mesela yani üzü şu şahsın orunda boz neymiş kılıdı. Bunu evvel oylaşış lazım. Mesela manda bir işim var daha. Ben mesela ben yaxşı gördüğüm bir 5 adam var ya 10 adam var. Ben bululan hizmet kılıman. Bunun hemmisi nait vatan üçün hizmet kıldık Allah. Vatan üçün, millet üçün, din üçün hizmet kıldık Allah. Dinin üstünlüğü üçün hizmet kıldık Allah. Sile 100 adam bilen hizmet kılıla. Ben onu bilen kıgayyada. Lekin silni ben yaman körüme. Yaman kögelligim üçün silnin keyinlirdi ki 100 adam. Sılığı tamam. Ben yaman kögendiken o yaman şu kemçillik eytinlam körümemde. Keyindik adamın hemisi kütemi çeyimde. Onun bile koşap. En hatarlık mesele. Mesela ben bir adamla insan buluş süptümüz bilen bir adamdan ben kabulap kalışım mümkün. Ya o benden kabulap kalışım mümkün. Bununla olan hem de münasebet keyindeki adamlığımı nefret etmesik lazım. Doğru. Yani men nimişin mendeki men mangan men bir septi mangan 50 adam bu sap adam hemimiz yaxşı adam. Karşı taraf bilen men yaman gördüğü adam bilen mangadan 100 adam ya 200 adam hemimiz kütemiçi yakin cambakti bulamdı mesela. Yani bu egizden çıkan geplerge meyli yazışta olsun nemi de olsun. Kim bu işten kat'i nazar? Dikkat kılış lazım. Teşkilat mesullarım dikkat kılış lazım. Binas yazganda gep kıga vakitte. Şahslar dikkat kılış lazım. Biz hemimiz inna sema vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mes'ula. Hemimiz mesul bunu. Hemmi azalarımız kıyamet günü mesul oluruz. Kıyamet günü işengen insan boğandı ki biz
Özümüzni kontrol qilishni açığımız kelgan vaqtda bilishimiz lazım. İkincisi, bu yaman illatning ikkinchi zin nima desa, musulmonning qon to'kish, mollarni bulash, bu shularning hammasi mush aldiraqsallikdan kelib chiqadi. Bu mayli burunqi ash Usama ibn Zayd va uningdan boshqalarninki qilgan ishlarda bo'lsin shu aldiraqsallik, ishni haqiqatni tekshirmaslik, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan odamni o'ldirib o'tish. Keyingi tat bugunga qadar yaqin zamondami nurg'un mayli her qaysi maydonlarda, mayli cihat maydonlarida olsun, mayli başka yerde olsun, muşundaq karşı tarafını tekşürmey turup, kafir degen hükümni qilib yutib turup, ya murtad degen hükümni qilib yutib turup, andın onunki qanday halal sanaydigan. Ya iqtisadını, vay palani, biz cihat qilmoqchi edik, cihat qilib vermeydigan go'y bu. Unda olgan deken bunun melni bulap cihat qilsak buludu deydigan. Bu vatandimi targan mesela muşundaq ideala. Vatandimi nurg'un Uyg'urlarning, nurg'un musulmonlarning mal mulkini bulaydigan ishlar sodir bo'lgan o'z zamonida. Nima bilan halollagan? Desa bu yaxshi qilishga zakat vermaydi bu odam masalan. Zakat vermaydi. Jihad qilishga yordam qilmaydi. Uni qilish qilmaydi. Bunda bo'lgan ekan, buni melni elib olsak bo'ladi. Mush nereden kelib chiqsa, uni zakat bermagan nereden bilsan masalan. Yoki yaxshi qilmaydiganligini nereden bilsan? Desa aldirang'ulikdan kelib chiqadi odam. Ma'lum o'zining bir yetmoqchi bo'lgan g'arz bor, uyaga yetishga imkoniyat yo'q. Imkoniyat bo'lmagandan keyin ashundaq bulangchilik qilgan. Yani Allah Subhanahu va taolo hatta namozni, dinimiz manda güzel din bu. Namozni bir adam bulvagan, o'g'ilvagan kiyimni kiyib namoz o'qisa, namoz qabul bo'lmaydi degan din bor. Masalan, hatta tatib olgan ziminda namoz o'qisa qabul bo'lmaydi dedi. Xuddi shuningdek jihatni bulangchilik qilib qilsak durust bo'lmaydi, harom u. Cihat meydanında mı bulangchilik qilish haram? Başka men cihat qildim degan bu nam bilan musulmonlarni bulash yani o'xshash haram. Cihatga tayyorlik qilma deb. Cihatga tayyorlik qilman degan bu bana bilan bu cihat qilish haram. Shuning uchun yani bunda deganlik cihat mujahidlarni ya alhamdulillah mujahidlarni hamma musulmon yaxshi ko'rdi. Cihatni yaxshi ko'rmagan Allah yolunda cihat qilman deganlarni yaxshi ko'rmaslikning o'zi bu nifoqning alomati. Munofiqlikning alomati. Har qanday musulmon cihatni islomningki nurg'un olimlarimiz 6-rukn degan, ya'ni islomdagi eng muhim farzlarning biri deb tunish lozim. Bu yo'ldagilarni yaxshi ko'rish lozim. Yaxshi ko'rishning o'zi shu nomni da'vo qilib turib xato ish qilsa, buning shukrish deganlikni tushundirmaydi. Bu yerda sizlarning demoqchi o'g'illari faqat Muşundaq xata tarafini bu yaxshi emas demoqchi o qarindoshlarni aytganda bir uning qiltirib haqqimiz yo'q. Bu hamma nima deb banda. Men olim deb turib qo'ymuchi va. Yolg'onchi va. Xo'sh. Men balıqchiman deb turib nurg'un har yerda, mayli Turkiyada, mayli vatanimizda, dunyoning hamma yerda. Ya'ni har qaysi sahada cho desa, dinning ahkamlaridan chiqqan adamlar bak. Şunun için kıyamet günü en başta devzak kirdiğallarınki birisi qaysa dese şu alimlar. Yani ben mücahit deb durup nurg'un xato ishni qildigan yolg'on mujahidlarni şu bak. Şunun için kıyamet günü devzakka baş kirdiğallarning bir turi şu mujahidlar. Yani ben cihat qilaman deb turganlar. Şunun için bu demek ki bu oğlum nima desa, egizlik gap bilan emas. Bejerem ben o'zini alim deb qo'yib, shariat cheklagan, shariat ma'ni qilmang deganni qilsa, alim bo'lsa-mu, u alimligi bir masala, lekin xatolikdan bu hisob berish lozim. Alloh subhanahu va taoloning dargohida. Bizning islom dinimiz bu xristian din emas. Bandalar qo'pab bandaning gunohini kechirib turgan. Alloh afu qilsa kechirdi, bo'lmasa jazolaydi. Xuddi shuningdek mujahid degan namını qo'llanib turib, bu güzel namdan foydalanib turib, o'zining shaxsiy g'arziga yetish uchun, masalan, o'g'irlik qilsa, bu shu shariat cheklagan, yani haram degan bir masala. Yani bu nereden kelib chiqdi desam, bunda o'g'irliklar hamma ish aldiraqsallikdan kelib chiqadi. Yani shaxsga hukm qilishda aldirab ketadi, uni kafir deydi, ya murtad deydi, shuning bilan melini jannat halol sanaydi. Uchinchi buning zini nima desa, shaxsga bo'lgan, yani pushaymondir.
Bir munç puşayman qildi. Bu ishni qilib, mush orqali mayli ya qon to'kib soldi, ya o'g'irlik qildi, ya uni qildi, buni qildi. Bu oxirisi shu bu odam ondan bir munch puşayman qildi. O puşayman bir munch ziyonni tatgandan keyin ondan cho puşayman qildi. O puşaymanning o'chaqda ahamiyati yo'q endi. Hasrat chekkanning ahamiyati yo'q, ishni qilib bo'ladi. Ustoz hamda masalan bizningki biladigan qarindoshlarning ichida yoki Uyg'ur xalqining ichida %99% adam masalan aroq ichmaydi, desak bo'ldi, masalan zina qilmaydi, cho'shiq go'sht yemaydi, hech kimning molini o'g'irlamaydi hamda bu harom deb qaraydi. Ammo mushundaq boshqalarning yuz obro'yini to'kishdan iborat mushundaq hozir sizlar deb o'tgandek harom qilingan Alloh taolo koygan payg'ambar hadisda buni ta'kidlagan masalalarni parvo qilmay qilib soldigan ahvollar mavjud hamda. Mushundaq qarindoshlarga nima deylamdi buni haqida? Buning hamda bak echinishlik masalada hamda masalan hozir Ibn Qayyim rahimahulloh mush savol qarta. Bu savol nima desa, nurg'un odamlar masalan Alloh Qur'oni Karimda va kana haqqan alayna nasrul mu'minin dedi. Müminlarga yordam berish bizga eng loyiq ish deb Alloh oyna va'da qildi. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin dedi. Sizlar g'am qilmanglar, umidsizlanmanglar. Sizlar ustunlik sizlarga mansub deb Alloh Qur'oni Karimda shunday dedi. Ashunda turib nima uchun biz ustun bo'lmaymiz? Nima uchun biz g'albida emas? Nima uchun biz mag'lubiyatda deb musulmonlar shunday deydi Ibn Qayyim rahimahulloh. Xo'shaq to'xtirib. Biz musulmon bo'lsak, mu'min bo'lsak, Alloh Qur'oni Karimda va'da qilgan bo'lsa, bunda va'da qilgan turib biz yana mag'lubiyatda. Nima uchun bunda? Desa buna javob berib deydi-ki, nurg'un musulmonlar islomni, odamning musulmonligini uqtirdigan alomatlar, ko'rinishlar buni alohida ahamiyat berdi. İslamda cheklangan aniq bir odam ko'rsa uni, masalan, bir odamning aroq ichganligini ko'rsa hamma odam ayiblaydi. O'g'irlik qilganini ko'rsa haqlar ayiblaydi, zinoni ayiblaydi. Masalan, hissi gunohlig'onda hamma odam bildigan, haq ko'rdigan, his qiladigan, tuniydigan bundaq gunohlardan jiq odam qochadi. Musulmonlar buni qilmaydi. Mushuning qarab o'zini cho desa, ajoyib yaxshi musulmon biz. Ajoyib ya aroq ichmasak, ya tamoq ichmasak masalan, ya masalan nurg'a eski kishilar bormi-da? O'g'irlik masalan. Hech shu ishni qilmagandan keyin biz yaxshi musulmon deb o'ylaydi. Lekin jiq odamcho desak, qalb amallaridan g'afil qildi. Qalb amallari deganimiz qaysi desa, qalbga munosabatlik, mayli takabburlik, mayli riyo, mayli suxanchilik, mayli aytgan gap so'z orqali obro'y to'kash masalalari, hasad yoki boshqalarga tuhmat qilish, hasad qilish masalan. Bu shariatda nurg'un cheklangan ishlar bor. Qalbga munosabatlik, uning amali bir odam qarab, madam manda deb uning hukm qilg'ini bo'lmaydigan, hamma odam o'zining qalbidagi iymonning kuchliligi bilan o'zini kontrol qila oladigan. Agar iymon ajizlashib qolsa desa, mumkin u odam nurg'un mazahir hissiy gunohni qilmaydi, lekin uni qilmaslik bilan cho desa, qalbga munosabatlik, takabburdek, riyodek, hasaddek, tuhmatxo'rlikdek, yolg'onchilikdek, suxanchilikdek ma gunohni cho desa, shunda beparvolik bilan, shunda xotirjam, hech gunoh qilmagandek mushuna qiladi. Mushuna qilganligi uchun Alloh subhanahu va taoloning yordamchi kechikib ketadi. Allah. Yani nurg'u vaqtda Ibn Qayyim rahimahulloh qalbga munosabat gunohlarninki mu'minga bo'lgan zini bu badanga munosabatli gunohlardan buning zini texim katta. Chunki badanga munosabatli gunohlarni qilib qolgan inson o'g'irlik qilib qoldi, yarg'ishdi masalan. Bu darhol xatoligini hammadan bilib ketdi. Darhol xatoligini tunib, "Ey Alloh, men harg'ishib soldim, ya menda eg'i gunoh qilib qoldim" deb bu tavba qilishi mumkin.
Çünkü özünün günahını tunuydu. Lekin kalpki münasebetlik günahı bilen bunda kiselge giriptar olup kalgan nurga adamço dese bunu künep kılıp onunla xuddi hiç çıkınmagandek özü bir günah kılıp bakmagandek oylap yüzüne haram iş qilib tövbe qilmay ketib onu tövbüm kılanmay bunda ketip kaldığan işli var. Şunun için mümin kalpki münasebetlik günahından özünü paklaşka alayda ehemmiyet berişi, köngel bölüşü lazım. Özünün bu hakta hesap erişi lazım. Hem kalbi taraftan hem hissi taraftan mümin paklanğan vakitte andın aş Kur'an-ı Kerim'de sübetlengen ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin diyen muş ayetteki müminlerge şu çağda düşüdü. Eğer onda bulmuş şu dese a müminlerin katarından bulanmaydı o. Tabi bayan kıygan. Demek biz Uygurlarımı özümüzni biz tekşürüşümüz lazım. Yani yüzümüzün tekşürüp biz nurgun aşında hissi günahlar yok zaten. Yani hiç bulmadı. Yani biz bilgen muş Türkiye'deki adamı da. Yani başka malum geldik Müslümanlarımızda bunlar hissi günahı yok. Onda digenlik başka yerde yok mu bağımı, vatanımızda bağımı yok mu dediyse batı nurgun işler. Nurgun kalayım kanışlıklar batı. Hazır mı yani başka yerde nurgun kalayım kanışlıklar yok emez ba. Lekin biz bilgen biz arlaşıvatkan İnsanlarda Müslüman kardeşlerimiz şu dese hissi günahlı asas yok diyerlik. Lekin aş kalpki münasebetlik günah aldın şu nurgun günah bilen nurgullarımız mubtila oldu hamdı. Bunu tövbe kılışımız lazım. Özümüzdeki nimi iş, nimi hareket, nimi gaplarni qilayotganligimizga alohida diqqat qilishimiz lazım. Elbette zina haqqı to'xtalgandik emasmi? Shuningki 4-chi muhim bir ziyonning birisi qaysi desa, cho'qim bu chaqda kishilarningki o'zlari birisi bo'lgan ishonchisi yo'qolib ketadi. Ishonchning o'rniga bizni yomon ko'rish kelib chiqadi. Nimishqa desa har qanday odam fikri tarafdan ashuna aldiran ekan, bir ishni tekshirmaydi ekan. Bunda bo'lib qolsa, xalqlar unda odamni cho'disi ahmoq odam ekan, tayini yo'q odam ekan. Deydi. Şuna olan adın işencisimi yo'qaydi, o'zaro munosabat buzildi. Barbara çok bizni yaman ko'rdigan holat shakllanadi. Aldiraqsan odam boshqalarning ko'nglini ko'p ag'itib qolish ehtimoli. Ko'ngilni ag'irtirish shuna olan do'stlikmi? Bundaqcha aytganda joyida saqlanib qolmaydigan gap. Xo'sh, Alloh razı olsun mo'lam. Oxirida hamda mushu illatdan qutulishning yo'llari haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Bu illetin qutulishninki eng muhim bir ilacı doğrusu nima desa, bu aldiraqsanlik illetidan eng birinci so'rab Allah subhanahu va taolaninki mush bandini har doim kuzatib turadiganligidan iborat. Mush Allohning al-Muraqib degan sifati bor. Bu sifatga bo'lgan iymonini oshirishga tirishish lozim. Har qanday vaqtda men nima ish qilsam Çokum Allah subhanahu wa ta'ala mening qilgan ishimni ko'rib turdi. Mayli mening ma'naviy qalbga munosabatlik gunohlarim bo'lsin, mayli oshkor bo'lsin, haqlar bilmagan taqdirda bu. Allah bilib turdi. Allohning malayikalari buni yezib turdi. Qiyomat kuni mening oldimga bir hujjat bo'lib, bu paket bo'lib o'tirib qo'yildi degan mushu tushunchani o'zini kuchlantirishga alohida tirishish lozim. Bu shunday qilgan vaqtda andin insanın kalbideki takvadarlık, Allah'tan korkuş, aşkan sıra çokum bu adam temkilleşir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu in tettakullaha yec'al lekum furqana. İyi müminler sıra Allah'tan korkunlar. Allah'tan korksanlar Allah sırage hak olan batılını, doğru olan hatanı ayrıydıgan muşunda kudretini, muşunda iktidarını, muşunda alahidelikni, muşunda hüccet paketini çok sırage birdo dedi. Unda bo'lgandan keyin Allohdan qo'rqish, taqvodarlikni kuchaytirishga tirishchanlik qilish, Alloh meni har doim kuzatib turdi degan Allohning musibatiga bo'lgan iymonni kuchlantirishning o'zi oxirisi nima kelib bordi desa, bu odamningki, bu odamga Alloh shunday bir aql idrokni ato qiluvdiki, u aql idrok orqali har qanday ishningki to'g'ri xatoligini, gapning to'g'ri xatoligini ayirib muomala qila oladigan, ya'ni aldiraqsanlik bilan emas har qanday masalani tekshirib muomala qila oladigan bu shunday iqtidor alohidelik shu taqvodarlik bilan yetirdi. Ikkinchisi tabiiy holda hamda muhim nuqtalarning biri qaysi desa, har qanday vaqtda
kitap yani Kur'an-ı Kerim'ni o'qishni, sunnatni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'qishni o'zining alohida muhim bir qilishga tegishlik ishi deb bilish. Bu shunda bo'lgan vaqtda bu adam Kur'an-ı Kerim'deki mesela ve izâ câhum emrun minel amni evil khawfi azâ'u bih diyen bu ayetlerini okuydu. Yani yaman kişilerin sübut ulağı bir hatırcemlik olsun, ya ki korkunçluk iş olsun, ne mi olsa ula xalqlarga taqıtdı bunu. Tek şümey turup şunaq taqıtdı. Deb bularni eyipleyen sökken. Meyli Hucurat suresideki ayetli olsun ya eyyuhellezine amenu in ja'akum fasiqun ya ki ve hal ataka nabul khasm deb Süleyman aleyhisselam'ninki Davud aleyhisselam'ның vaqalikleri var. Yani peygamber nurgun peygamberlerinki vaqalikleri var Kur'an-ı Kerim'de. Ve şunun bilan birge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ning nurgun muşahtiki sözleri var. Mesela el-aceletu mineşşeytan ve te'enni mine'r-rahman deydi Peygamberimiz. Aldırağılık şeytandan temkinlik Rahman Allah subhanahu ve ta'ala'dan deydi mesela. Bunların hepsini biliyordu. Üçüncüsü tabi halde en mühim noktalının biri Allah subhanahu ve ta'ala'nın aldığı kıyamet günü hesap verişini oylaş lazım. Yani bu dünyada töhmet kılıp mı insan karşı taraf derdini alanmay, kısasını alanmay ya ret kaytıranmay ütep getiş mümkün. Dünya getiş mümkün. Nurgun töhmetler, nurgun yalgan sözlerge, nurgun iftiralarga duç gelgen insanlar şu boyunca dünyadan getiş mümkün. Töhmet kıygallarının getişi ve ulamı getişi. Lekin kıyamet günü şu bunun biz kıyamet günü boğandıkken bunun hesabı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste alahide muflis yani ziyan tatqallah halak boldu diye vakitte sahabeler kupap menil muflis ya Resulallah deb sorgan. Yani başta muflisler halak oldu degende deb bulap Peygamberimiz sahabılını sorgan. Muflis deb kim deysizler? Dese bu dünyada biz mal dünyası yok adamni ziyan tatqa adam deymiz dese Peygamberimiz yok unda emas. Mening ummetimden bo'lgan ziyan tatqallar kim o dese ular nurgun yaxshini qilganlar. Nurgun namazlarni o'qiganlar, nurgun yaxshini qilganlar. Lekin cho desa ma bizning qanni tökkan, bizga tuhmat qilgan, bizning malmali olgan, bunda askilik qilgan odamlar. Askilik qilib keldi shuning bilan Alloh subhanahu va taolo bularning yaxshiliklarini, bular ayda qanni tökkanligiga tuhmat qilganlarga olib berdi. Agar appagidak onun yaxşılığı bo'lmay qolsa, töhmet qilingan, qani tükelgan, zulm qilingan adamlarning gadindik günahını atib, ana shu davzaq tashlaydi degan. Shuning uchun hisob berishni o'ylash eng muhim bir nuqta. Ana to'rtinchisi, tabiiy holda biz mayli o'zimizninki tarixidagi, mayli islom tarixidagi ilgari o'tganlarninki vaqaliklarini alohida kuzatish, sahobalarninki va uningdan keyingi tabiilarninki qandaq mujna temkinlik meselelerinde, aldırağılık meselelerinde bular qandaq pozitsiyalarni tutgan mesela. Bunu şu alohida tekshirishning o'zi, bunu o'qishning o'zi cho'qim insonga temkinlikni o'rgatadi. Yani şu onun qatorida mesela Umar ibn Xattob bilan Sa'id ibn Amir radhiyallohu anhu Hims degan shaharga vali qilib qo'yapti ekan. O'sha haqida xalq şikayet qilgan Umar raziyallohu anhu. Şikayet qilib qo'ygan mesela voy ayndama silayna degan ekan deb uni ya bir jazolab elib etmasdan u odamni to'lab nima deb şikayet qilsin biz manda masala şikayet qilamiz. Buning desa nima deb javob bersan deb javobini olib bunda tekshirgan. Oxirida bu odamning pakligi, xalqning bu yerda nodonligi isbotlangan bu masalada. Va uningdan boshqa muhim bir nuqtalarning bir qaysi desa mesela alahida muşu Sur Nisa'daki ifki yani Ayşe'nin töhmet kılınan vakalikler arkalık muşu vakaliklerini ügütüş arkalık insan mesela özünün şagirdlerine ya ki ailesinde muşu vakaliklerini İslam tarihindeki boğan muhim vakaliklerini ügütüş arkalık terbiyeleş. Muş terbiye özünü ve evladını teşkilat olsa teşkilat azalarını alahida muşaqda arqıl kurslarni o'rinlashtirish, leksiyalarni o'rinlashtirish orqali tarbiyalash, ko'ngil bilish lozim. Alahida Qur'oni Karimda fazakkir in nafa'atiz zikra va zakkir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin shikoyatda. Har qanday vaqt shu inson eslatishga muhtoj.
esiltishga muhtoj. Bundaq deganlikning o'zi mayli bu inson cho'ng odam bo'lsin yo kichik bola bo'lsin, har qanday vaqtda zeriktirib qo'ymagan asosi shu eslatib turish lozim. Ba'zilarimiz tabliğchi qo'yib ketdi, u bu deydigan gaplar bor. İnsanning masalan kunda biz necha qatim suv ichamiz, necha qatim tomoq yeymiz. Uni jiq his qilmaymiz. Nima badanning ehtiyoji deb. Xuddi shuningdek badanning ashuna ichimlikka, yemakka ehtiyoji bo'lgandek, insonning qalbining, ruhining mucho desa, eslatishga ehtiyoji bor. Qur'oni Karimni o'qishga ehtiyoji bor, sunnatni anglashga ehtiyoji bor. Unda bo'lgandan keyin ya inson o'zi o'qish orqali yoki o'zi o'qishga vaqt chiqarmasa, anglash orqali o'zining ruhiy tarafini mucho sağlam tutuşqa alohida ko'ngil bo'lish lozim. Yani 7. muhim bir nokta bu şu dünyada olsun, ahirette olsun bu aldıraqsallıqninki zinaning ne kadar ig'irligini bo'lish, bu ailelerini buzishi mumkin, er ayolni ajrashtirib o'tishi mumkin, bolalarni yetim qilishi mumkin, sheriklarni bo'lib o'tishi mumkin, tashkilotlarni buzishi mumkin. Yani bir tashkilotdagi a'zolar ichida nurg'un xafalıqni, ziddiyatni keltirib chiqarishi mumkin. Mushularning hammasini shu o'ylash lozim. Mushunda o'ylagan vaqtda uningdan keyin andin inson shu bu kasaldan qutuladi. Hammadan muhimi sura Qaf surasida ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yani ben de her qandaq bir so'zni qildikan, bu so'zni darhol yozib qo'ydigan, qat'iy unutib qolmaydigan malaika var. Tabii halde Allah bunu aldırıp bölüp durdu malaikadan burun. Bunu unutmaslık lazım diyen şu ayetini çok yüzümüzün hayatımızda